Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadirli görürmenler. Hemmeylen elde övül 15. heyt dep nayda aldıraştık özününki heyt tayarlığını kılıvatkan muşu peytte. Biz Rişat Kam ve Ablat Turan akımızda bu Uygur ziyarları doğruluk hem Uygur Akademisininki 5. kıtımlık ilmi muhakeme yığını doğruluk nime yakınlar var. Şu doğruluk biraz bir paranlaşıp söhbetleşiler diyen niyette bir yer yıkıldık. Bu algılan bu söhbetine başlaştım burun. Ben üzerine tanıştırıyordum. Ben şu Uygur Akademisininki baş katibi Abdülaziz Beştoprak. Bu Rişat Kam. Tüvende biz görürmenlerge Doktor Rişat Abbas Burhan Efendimninki kıskıç tercümanını tanıştırıyordumuz. Doktor Rişat Abbas Ali tibbi doğru tədqiqatçısı bulup Amerika'daki Pfizer yani Pfizer deyilgan bir şirkette, dağınlık şirket işleydi. Rişat Abbas Burhan vatanda bir mərifətbər ailede doğulup ösken. Yani hemmenli bilisizler merhum Abbas Burhan Efendimninki oğlu buludu. 1978 yıldan 1984 yılgacha Ürümçi Jungu Tibbi Doğrugarlık Üniversitesi ve Nanjing'de Tibbi Doğrugarlık Texnika Üniversitesi'de Tibbi Doğrugarlık kesbede okugan. 1989 yılı Ürümçi'den Amerika okuş gelip 1994 yılı Ohio Ştatlık Üniversitesi'de The Ohio State University Tibbi Doğru Tədqiqat ilmi boyunca doktorluk ünvanına erişken. 1994 yıldan 1996 yılgacha Amerika Devlet Müdafiə Ministerliği Hava Armiyasının tədqiqat mərkəzində doktor Ashti tədqiqatı bilan şug'ullangan. 1996 yıldan hazırgacha bo'lgan Amerikadagi tibbiy dori tədqiqat hayotida Rişat Abbas akamiz Amerikadagi xalqarалық tibbiy dori tədqiqat idoralarida yangi dorilarni tadqiq va taraqqiy qildirish sohasida muhim tədqiqat xizmatlarida bo'lgan ve âli derecelik tədqiqat nəticəliyə erişkin. Bu jarayonda 2004 yıldan hazırgacha Doktor Rişat Abbas Amerikadagi xalqarалық tibbiy dori tədqiqat ve taraqqiy qildirish birlashma idorasi, yani Pfizer de rak ve başka kasallikleri dori tədqiqat xizmatida baş yetakchi tədqiqatçısı ve direktorluk vazifelerini işlep gelmekte. Doktor Rişat Abbas hazırga kadar 130 parçadan artıq ilmi maqalalarni xalqarалық tibbiy dori tədqiqat jurnallarida, yani 70 parça ve xalqarалық tibbiy dori tədqiqat yığınlarida 65 parça ilan qildi. Şundaqla yana dorigarlik ilmiga ait kitaplarning bölümlerini yazıp çıktı. O tibbiy dori tədqiqat sohasida yana 2 Amerika patent huquqiga erişdi ve xalqarалық ilmi jurnallarning teklif qilingan tahriri bulup işlemekte. Bu qatımlıq 5. qatımlıq Uygur Akademisininki xalqara ilmi muhakeme yığınida Rişat akamiz dori tədqiqatı ve onun taraqqiyatı namlıq maqalesini Uygur tilida şundaq ravan yaxşı sunup berdi. Bu münasebet bilan Rişat Abbas akimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Biroq bizniki Uygur Akademisininki reisi Ablat Turan, Doktor Ablat Turan. Siz biraz o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Men oldida o'zimni qisqa tushuntirib o'tay. Men Abla aslında Türkiye'ye kelgandan Ablat Turan deb ishlab keldim. Ben 99 yılı Şiyan Tibbi Üniversitesi'ndeki kliniklik davalaş kasbini bitirgen. Ondan keyin Aksu'da 3 yıl doktorluk kıldım ve 2002 yılı Japonya'ya çıkıp 2004 yıldan 2009 yılgacha Tokyo Tibbi Üniversitesi'ndeki yürek kesel bölümünde doktorluk okudum. Ve 2009 yılı unvanımda algandan keyin yurtga qaytib ketishni muvaffaq ko'rmay 2010 yılı Türkiye'ye kelgan bo'ldim. Hazır Uygur Akademisi'nin reisi vazifesini üstlendim. Rahmet. Yani sohbetimizni bir qancha temada müzakirelesek, erkin bir sohbet olsa da mı kıldık. Birinci Rişat Kam özüne biraz tanıştırdı.
hem ikincisi bulup 5. katımlık ilmi muhakeme yığını Uygur Akademisi'nin birinci yıl 2 katım ötközdü. Kalan yılları 4 yılda cemi 5 katım oldu. 5. katımlıkını ötküzdük. Bu yığınımızda Rişat Abbas akımızma 1. katım katlaştı. Bu doğruluk kısaca bir özünün kelimesine göz karşı sözlep ötse. Onun için üçüncüsü bulup Ankara ziyareti. Ankara'da birkaç yerlerden küreştik. O yerde ziyaret ceryanında biz nimelerni his kıldık. Onu biraz sözlep verse. Abla Turan Efendim'e birge. Dördüncü, Amerika'daki ziyalarının ahvalı doğruluk biraz məlumat versiniz. Üzünüz bu 4. katım Amerika'ya en başta çıkan ziyalardan birisi hesapınızsız. 5. Abla Turan Efendim Japonya'daki Uygur ziyalarının ahvalı biraz məlumat verse. Onun için bununki bir xulasını çıkarırsek erken bir sohbet olsa diyen niyette. Gayet adli bir sorun yok kaldı. Şunda olsun aslında alımlarımız için yaxşı bir mol bir sorun hazırlasak yaxşı buladı. Geçirgeçle hemmanlarınki kurban yetimi mübarek olsun. Bu sorunumuzu başlayalım. Rahmet. Eğer Rişat Koy, muvafık olsanız bu sualara cevap verişten burun sizin bir üzerindeki kalan toğlan sual ne? Bir soru alsam. Mesela hemimiz deyimiz hem de sizni Pfizer doğru şirkette işleydi de. Bizden doktor oğalla bilimiz Pfizer'den ki kancılık bir çoğun şirket hikayeliğine. Yani şundaq bir çoğun şirkette bir kelenkilik doğrugerlik bölümünden ki başlıqlıq işleş biz Uygurlar için adetdeki bir iş emas. Şuna hem de görülmelerinin ki bu vaxtın bir kalısı düşence bop kılış üçün Pfizer'nin qandaq bir şirket hikayeliği, kancılık hizmetçisi var. Şu doğruluk kısqıcı bir məlumat vergen bolsanız. Buldu rahmet. Pfizer bolsa xalqarada hem de yetekçi bulavatkan tibbi doğru tehdikat, terakki kıldırış şirket nurgun yeni icadiyat kılgan doğruları, rak keselleri, yürek keselleri, nerv kesellerinin doğruları davamlıq icadiyat kılıp yetkizip kesellerinin derdik daxnamen bulavatkan Pfizer'da xalqara boyunca 140 neçe devlette tarmaqlarımız var. 100 mindən artıq xizmətçi, təhqiqatçılar xizmət qıldı. Pfizer'ninki baş aparatı New York'ta buldu. Onundan sırt Amerika'nınki New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Boston, California diye ştatlarda təhqiqat mərkəzləri ulaşqan. Tebinsel yütkütüp kaldın keçirgeysile. Yani şu Uygurların doğrugerlik sahası da şundaq sizge oxşaş yuqori orun erişken tədqiqat cəhətdən dünyaga da köz görünügen neticeler yaratkan yani başka Uygurlar, Uygur alimler olsa bir kısıkçı məlumat vergen bolsanız bizim bilip kalsak. Uygurlardan mı tibbi doğru fənni okugan yaş ballardan az emas var. Ulardan her sayesinde işleydi o Amerika hükümetinin FDA işleydi Allah ba. Doğru təhqiqat idareleri işleydi Allah ba. Ondan başka Şöhret Mütellip hayatlık biyologiya, hayatlık fen bozma bularınki hayatlık boğandaki insaniyetinki hayatlığa, ömrün uzun kılışqa töhpüsü, nurgun töhpüslerini bulmakçı bulvatıdı hem ulamı şu bizninki bəzi bir tədqiqat qilish usullarımız nimelerge oxşup gidiyordu. Oxşumağan tərəfdən elib berib atqan oldu. No, sağ bizde ben gitmenizi tatlı aldım. Yok. Davamlaştırım. Yaxşı. Geçirgeysiz. Hem de Rişat siz 5. katım ilmi muhakeme yığını Amerika'dan 7 alımımız, Japonya'dan 8, Avrupa'dan 4, Türkiye'den 6 kişi kalmış, cem'i 24 kişi doklat verdi. Sizin bu yığında 1. katım doklatınızda, yani 4. katım katlaştınız, hem bizge birinci güne gayet yaxşı Uygur tılı da özünüz gerçi Xanzu tılda okugan bolsanız mekteplerinde Uygur tılda doklat verdiniz. Bu yığında algan biraz təsiratınız qandaq? Bu şunda bir faaliyyət elib berişke xita ərzimdi. Bunun milletke hem de özünün Uygur adamları olgan qandaq bir şaraitlarını hazırlaşı ihtimallığı var. Bu cəhətdən bir göz qarşınızda olsun.
Men bu 5-nji qatymlyk Uyghur Akademiýanyňky konferensiýe birinji qatym gatnaşyşym. Bunundan burun 2010-njy ýyly ailem bilen kelgende gasyňlar bilen görüşüp söhbetleşdik. Ondan keyin bultur kelgende kysgaça görüşdik. Bu qatymky bu konferens meniň göz karşymda aýt obdan galbylyk boldy. Amerikadan baýsız degendek nurgun ziyalylar geldi. Yaponiýadan, Ýewropadan. Bunun da sözlengen temalar, presentationlar naiti mezmuni çunqur, halkara ölçem bilen boldy. Men özüm umumyüzlik tibbi doğru tehdikat, terakki kıldırış ve terakkiyat doğruluk düşendiriş, kısqaça düşendiriş bedim Uyghur tilda. Məndə bu qatımlıqı konferans endi bizning ziyalılarınki özara oxşamagan kasblar bolsunmu, hamma kasbda tədqiqat qılıb atqan, məktəblərdə xizmət qılıb atqan, professorlar xizmət qılıb atqan, tədqiqatçılar xizmət qılıb atqan Uyğurlar üçün bu ayet obdan bir sorun özara görüşüp, tanışıp, bilim uçur almıştırıp, her birisimizinki ve başkalarınınki qılıb atqan tədqiqatlardan xəbər tepib, bu ayet obdan bir içki küllik, ayet mənilik, hem putuqluq bir konferans oldu. Siz mi öz karşınızda sözlep bersiniz? Rişatkam nahayet obdan göz kurasırın dep berdi. Menenki mon bir noktunu eskertip koyum kili oldu. Şunu alaydı eskertme bulmaydı ki biz bu katımlıq çığında herkes söyletin kelgen barlıq doktor alımlarımızdan ki çokum Uygurca slide bilen Uygur til söz için şart qılındık. Barlıq qatnaşıqçılara bu təlimizge nəhayətdə aktivlə basılışıb. Şunca nazuk, şunca məxsus və pen texnika xarakterine güçlü olan temalarda sap Uygur tildə doklat sunuldu. Bununki əhəmiyyətini herkes sel qaraş olmaydı. Elbette yine bazı məsələlər saqlanğan buluşu mümkün, lekin biz bu qatımlıq təcrübə savaqını yekünləb bundaki yığınlarınki meyli ana tilde elip beriliş süpüt cəhətdə olsun ve başka temalarındaki çoğunqurluq, məzmun cəhətdə olsun. Texmi kən dairədə əhmiyyətlik müstəqbir fəaliyyətlə elip beriliş üçün gücümüzün yetişcə tirişçilik göstərimiz. Rahmet. Endi hazır biz yaxşı tələblərini dedik. Endi əgər Reşatkar siz Mısırdan kelgen bir Uyghur Akademiyasındaki əzası şunda olsunma bu qadımıca qatnaşqandan keyin bizning kam tuqqan yerlerden bir neçə nöqtəni sözləb bersiniz. Mesela yığından keyin bizning oquvchilar bilan yoki bu yerdagi olimlar o'zaro bir ham söhbət, ilmiy fikir almashtirish to'g'riliq biraz kamchiliklar bo'ldi. Bu jihatdan qanday qilsak yaxshilash deb baradaymiz. Hamda umumyüzlik nəhayət yaxşı oldu bay biz degəndək. Hamda hamma iş asta-asta yaxşılaş nim qıldı. Hamda to'g'ri yaxşı bo'lgan yerdim ancha-muncha tuzdigan yerlarni buldu. Bundan keyin shu vaqt 20 minut vaqt berilsa, cho'qim shu vaqt bilan men ishni tashabbus qilib undan keyin məzmunlarımın ait yaxşı obdan bulanımı, teximi yana çunqurlaşdırıb və həmdə mühimi bu asaslıq chet eldəki oxşamagan kəsbdəki ziyalılar bir yerə kelib uçur almashtırış, bilim almashtırış və onu oquvchilarga yaş bizninki o'qiyotgan nədə bo'lsa, Türkiyədə olan, başqa yerdə olamdı. Yaş oquvchilarga tushundirish bo'lgandan keyin shu nuqtada maqsad qilgan bo'yicha tayyorliqlar shunday bo'lsa bu chog'da texmi unumli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmet. Hem de ondan keyin biz 10 ayning 5 ve 6 günü şikayet palatimizni yapağandan keyin 7 günü İstanbul'daki bir qancha yerni ziyorat qildik siz bilan birlikda.
ziyaretlerimiz buna ait oңuшлuk öttü dep oylayman. Ondan keyin biz 4. gündeki faaliyetin 4. günde bir seyahat vardı İstanbul'daki. O seyahatlerini biz erkin kamı geldi, geçip kalan bolsunma seyahatin muvaffakiyetli ayaklaştırdık. O seyahatlerimi tüygenden keyin biz bunun sırtıda Ankara'ya bir ziyaret uğurlaştırdık. Bunun da ben Reşatkan ve Ablet Turan efendi üçümüz birge bardık. Bu jarayonda biz bir qancha tikadaymiz yoki boshqa TÜBAV, yani Türk Bilim Araştırma Vakfı deyimiz bu yerge bardık. Ben TÜBAV'da nimimiz boldu, doklad berdik, ziyarlar to'g'riliq. Şu Ankara ziyaretida mesela 2 kunlik ziyaretçilerin sizniki qisqacha his qilgan narsalarni so'zlab bersangiz, biz nimalar Uyg'urlar nimalarga diqqat qilishimiz kerak ekan, undan keyin qanday qilsak bu faaliyetlerini texma Türkiye'nin yardımını algan hem Türkiye'ye paydamız bolgan odat dep bağlı boldu. Bu jette qisqacha tushuncha bo'ldi. Bu ziyaretimiz nayte yaxshi bo'ldi. O'zinglar ko'rdinglar. Bargan kunimiz Uyg'urlarninki chet eldagi ziyolilarning ahvolini tunishtirib, so'zlab fikr almashtirdik Türk qarindoshlar bilan. Bular Uyg'urlarninki chet eldagi ziyolilar masalan qachondan boshlab chetga chiqish o'qishga boshlagan, qaysi maktablarda o'qigan va o'qiyotdi, qaysi kasblarda qanday natijalarni qozondi degan mazmunlarga oid qiziqishni bildirdi. Ularning hammasini so'zlab o'tdik. Masalan, men Amerikadagi ziyolilarninki masalan 1980-yildan boshlari o'ttirdan tortib o'qishga chiqib, yaxshi maktablarda o'qib, natijali bitirib va bitgandan keyin natijali xizmat natijalarini qanday yuqori natijalarga erishganligini so'zlab tushuntirdi. Bular yana bundan keyin o'sha Uyg'ur ziyolilar bilan ko'proq fikr almashtirsak, uchur almashtirsak, o'zaro ilmiy dokladlarni so'zlashib, chetki ziyolilar Turkiyaga kelgan vaqtida simpoziumlarni berib, Uyg'ur ziyolilarining natijalarini tunishtirishga nihoyat qiziqganligini bildirdi. Rahmat. Ablet Turan efendim, siz mi his qilganlaringizni deb bersangiz? Reşat Kammo deb o'tgandek, biz Ankara'da nurg'un ilmiy jamiyatlar bilan va ba'zi munosabatli hukumat organlari bilan ko'rishdik. Bu jarayonda o jamiyat ve hükümet organlarındaki tədqiqatçılar, her qaysi universitet o'qituvchilari ve hükümet organlarındaki rehberler bilan biz nihoyatda ko'ngillik ve muvaffaqiyatli oldu. Biz bu jarayonda asosligi Uyg'ur akademiyasi tunishdig'idan boshqa yana hozir Uyg'urlarniki shu dunyo miqyosida qo'lga keltirgan ilmiy natijalari bo'libmi, Şöhret Mutalib Akimiz ve onunki bu yıl Nobel mükafatına namzat bo'lganligi, Erkinslik Akimizninki NASA'da ishlaydigan birden bir Türk qandosh, Türk qon sistemimizga birden bir odam ekanligi, onunki Reşat Abbas Akimizninki doğrugarlik sohasida qo'lga keltirgan natijalari ve dunyodagi eng chong doğru shirkatninki kelinkilik doğrugarlik bo'limininki müdür ekanligi ve başka nurg'un Uyg'ur doktor ziyoli olimlar to'g'riliq ularga ma'lumot berdik. O Türk qarindoshlarimizni Uyg'urlarning bu natijasini intayin xushal bo'ldi. Uyg'urlarning kim yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, Türklar uchun shon sharaf keltirganligi uchun haqiqatan suyundi ve Şöhret Mutalib akimizniki Nobel mukofoti olish uchun chin tilaklarini tiladi, duo qildi. Ve buna yalnız Uyg'urlar uchun emas, bütün Türk dünyası uchun intayin cho'ng shon sharaf bo'lganligini qayta ta'kidlab o'tdi. Rahmat. Deganda Şöhret Mutalib, Doktor Şöhret Mutalib Nobel mukofotiga nomzod bo'ldi degan bir yaxshi bir xabarni oldinglar. Undan boshqa bu qadimki yig'inimizda yana yaxshi bir xush xabarimiz bor. Buni Doktor Ablet Turan efendi bizga deb bersin. Burada Uyghur Akademisi'ndeki reis buluş sütun bilen bütün Uyghur halkıga bir hoş haberimiz var.
Biz uzun bir oylashib, Uyghur Akademiyasininki fəxr rəislik vəzifəsiga Uyghurlarninki dunyodanlıq biyologiya alimi Şöhrət Mutalib akimizni təklif qildıq və qayta xat yazışlar, düşəndirishlər orqali oxiri Şöhrət Mutalib akimiz bizning bu təklifimizni qəbul qildi. Şöhrət Mutalib akimizning Uyghur Akademiyasining fəxr rəis bo'lishi Uyghur Akademiyasi uchun intayin cho'ng shon sharaf, shundaqla butun Uyghur xalqi uchun nihoyat cho'ng shon sharaf. Bu Uyghur Akademiyasi uchun nihoyat zo'r bir kuch. Biz bundaki mushu kuchdan unumli foydalanib Uyghur Akademiyasininki öz nam şərəfiga yarasha haqiqiy bir Uyghur Akademiyasi bo'lish uchun qo'limizdan kelishicha tirishchilik ko'rsatamiz. Rahmat. Söhbətimiz nihoyat yaxshi ketib bordi. Endi Ankara ziyarətindən keyin Bayatın Rişat Abbas akimiz Amerikadagi ziyolilar to'g'riliq bir ziyolilar to'g'riliq biroz so'zlab berdi. Bizga texnik tafsilroq qilib Amerikada qanchalik ziyoli bor, u Amerikaga qachondan tortib ziyolilik qilishga boshladi. Hozirgi ahvoli to'g'riliq biroz so'zlab bersangiz. Amerikaga ziyolilar 80-yilning boshlari, 30'lardan boshlab o'qishga chiqishni boshlagan. Baydab qisqacha deb o'tib ketgandek, g'ayet yaxshi maktablarda Harvard, deymiz, Columbia, California State University, Florida, Ohio State, qatorliq nurg'un North Carolina deydi, nurg'un yaxshi maktablarda o'qib, maktab bitirib chiqqandan keyin o'qishmagan sohalarda xizmat, tədqiqat xizmətlərini elib verib, nurg'un natijalarga yetirilyotdi. Onun içinde Abaya Ablat degandek erkin Sıdıq NASA'da xizmat qildi. Onun Dünya Bankasida xizmat qilganlarmi bor, nurg'un obdan muhim yerlarda hozirgacha ish qilib xalqaro fan texnik sohasida Uyg'urlarni ko'p töhfə qiladi. Rishad qo'y, agar mumkin bo'lgan bo'lsa shu Dünya Bankası ishlayotgan va boshqa muhim yerlarda ishlayotgan Uyg'urlar to'g'riliq ismi bilan hozirroq deb bergan bo'lsangiz biz balki bilmasimiz mumkin, butun Uyg'ur xalqi bilib qolsa, ular bilmagan bo'lsa. Bu qatam bu 5-qatamlik Uyg'ur Akademiyasining konferensiga kelgan, qasımlar bilan ko'rishgan Gulnaz Abduqodir xonim 84-yil Amerika o'qishga chiqib, maktab bitirgandan keyin Dünya Bankasida 10 yillik ishlab xizmat qildi. Bu jarayonda nurg'un natijalarga erishgan. Undan boshqa Harvardda o'qib xizmat qilib atgan qarindoshlarimiz bor. Bundan keyin hamda inshaalloh Uyg'ur Akademiyasi ziyolilarni bir yerga kelishni burundan tortib plan qilgan. Bundan keyin shunga o'xshash bir qisqa filmlarni ishlab, ilmning zakatini berganlar degan temada menda bir qisqa programma ishlab tunishtirishni o'ylayapmiz. Boshqa ziyolarimizni Amerikadagi yana tunishtirishni davom qilamiz inshaalloh. Dunyo hozir küçük bir mahallədəki bo'lib qoldi internetninki vasitasi bilan. Mayli Skype yo'llamda yoki boshqa vositalarni qo'llanib biz vatandagi xalqimizga Amerikadagi ziyolarni tunishtirishni davom qilamiz. Hamda doktor Ablat Turan, siz Yaponiyada 8 yil o'qidingiz va ishladingiz. Yaqinda Turkiyaga kelganimda 3-4 yil bo'lib qoldi. Sizning bu qadimki yig'inda biz Amerikadagilarga Amerikaliklar chaqirib qatnashishi mumkin deb Amerikadan asos qilib bu yig'inni shu vaqtini 5-oydan 10-oyga suygandik. Yaponiyadan yana ko'p sonli kishilar qatnashdi. Ben bundan nihoyat hayronlik his qildim. Yaponiyadagi ziyolilar bir ishga jiddiy qaraydigan degan bir qarashga ega bo'ldim. Gerçi men o'zim necha yil yapon tili o'rganib, yapon tilida dars o'rib qilgan Yaponiyaga berib boqmagan bo'lsam-da, bu yerda Yaponiyadagi ziyolilar to'g'riliq ishonchim texnik ochdi. Ham Amerikadagilar nihoyat yaxshi qatnashdi, ularning ishonchisi yaxshi bo'ldi. Siz bizga Yaponiyadagi ziyolilar to'g'riliq biraz so'zlab bersangiz, qachondan tortib Yaponda o'qishga chiqdi? Bo'ladi. Belki aniq sonliq ma'lumot, yil bularni bilmasligim mumkin. Chunki men eng oldin Yaponga chiqqanlarni emas. Lekin mening bilishim qaraganda shu 1980
2,84'ler etrafında Jungo bilen Yaponiyanınki müşundaq bir özara almashtırış programması bilen bir türküm Uyghur oquvchilar Yaponiyaga o'qishga chiqqan ekan. Muşlarning ichida Erkin Islaq akimizning bor, Erkin Islaq akimiz oldi bilan Yaponiyada 2,5 yil o'qib, ondan keyin Amerikaga chiqqan. Bir mezgil muşundaq davlatlar o'rtasidagi munosabatlar sebep bilan o'qishga chiqqanlardan keyin bu o'qishga chiqqanlar yana boshqa o'zininki tonish bilish, yaxshi o'qigan boshqa Uyg'ur o'quvchilar yordam qilish yo'llari bilan Yaponiyaga chiqqan o'quvchilarning soni tez surat ko'paygan. Men o'zim bo'lsa 2002-yili 5-oyda chiqqan Yaponiyaga. Men chiqqan vaqtda aniq sonliq ma'lumot yo'q, lekin shu konlarning degan gapga qaragan chog'da cho'ng kichik bo'lib Yaponiyada 7-8 Uyg'ur bor deydi. Qancha yilda? 2002-yillarda 7-8 Uyg'ur bor deydi. Ondan keyin yana bir Yaponiyada o'qiganlarniki odatda doktorlik qilgandan keyin 3 xil tanlash bo'ladi. Bir qismi Yaponiyada qoladi, shu yerda xizmat va boshqa tadqiqot ishlarida shug'ullanadi. Yana bir qismi Amerikaga chiqib qoladi. Yani bu qatim yig'in kelganlarning orasidami, masalan, Enver Khan, Ömercan abla, Erkin Sıdıkkan, to'liq kam emasa. Mushlar yani Temmuz'ngan 7 kishininki 3'ü Amerikadan kelganlar. Ya Yaponiyadan kelganlar. Mushul yani şekilde Yaponiyada o'qiganlarning xil ko'p qismi Amerikaga ketgan. Ondan başqa Yaponiyada o'qiganlarning yana bir xil tanlashi vatan qaytib ketib, vatanda har qaysi xizmat o'rinlarida o'z uchishliq to'p qo'shyotdi. Men bo'lsam mana o 3 tanlashdan sirtida o'zim 2010-yil Turkiyaga kelgan, hozirga qadar 4 yillar Turkiyada yashayapman. Yaponiya bilan bo'lgan aloqam yana davom etyapti. Meningki ocham Yapon vatandoshi, qaynakam Yapon vatandoshi, ular shu yerda yashaydi va boshqa yaponlik do'st, tanish do'stlarim ham ko'p. Hozirgi ularning degini qaragan chog'da Yaponiyada eng kamida men atrofida Uyg'ur bor. Ya'ni men Uyg'ur bor deymiz, lekin shuni eskartib qo'yish to'g'ri keldiki, Yaponiyada odatda ziyolidan boshqa, ya'ni o'qiganlardan boshqa Uyg'urlar bo'lmaydi. Shunday bo'lgan chog'da Yaponiyadagi o Uyg'urlarning hammasi degidek o'zininki kasbiy sohasida ma'lum darajada yo'misa, xili zo'r darajada muvaffaqiyat qozonganlar. Masalan, men hammasini bilmayman, shunaqasimi o'zim biladigan bir qancha kishini misol olsam, masalan, G'ayrat To'xtikanja, endi kaynoqisgan maqtaval deb qamanglar. Lekin ham Uyg'ur buni qabul qiladi. Masalan, yana boshqa nurg'un kompyuter sohasida to'p qo'shgan Uyg'urlarimiz bor, lekin men ham o'zimni kaynoqis bo'lgan boshqa quvvat qilishni oblaroq bilaman. Shunga bu yerda deb qoldim. Haqiqatan Uyg'urlarningki shu kompyuter texnikasiniki olg'isida til yoziq bir taraf qilish programmalarininki yangilanishida, ya'ni Kamisoft programmasi bor. Shunday zo'r to'p qo'shgan bir Uyg'ur. Ondan başqa nurg'un Uyg'urlar bilib ketmaydi, lekin Yaponiyada shu G'ayrat akamlar bilan birga ishlayotgan bir Ömercan Saud deb bir akimiz bor. U akimizmi Yaponiyaga chiqqan 20 atrofida bo'lganlarning biri. Hali Yaponiyadagi cho'ng bir shirkatning ikkinchi cho'ng boshlig'i hisobda. Shu Ömercan akimizningki vasitasi bilan hozir o shirkatda 6 Uyg'ur ishlaydi. O 6 Uyg'ur ishlagan bilan mandaqlar ish qildiganlar emas, ash shirkatningki eng muhim mesela birisi Ömercan akimiz o'zi mashinalarningki, ya'ni cho'ng yuk mashinalarningki motorni yasaydigan, loyihalaydigan, programmasi ishlaydigan shirkatdir. Men berib ko'rmagan, lekin hali cho'ng bir shirkat, nurg'un chet ellik nurg'un davlatlar bilan munosabati bor. Shu shirkatningki motorningki loyihalash, shunga maslahatda o'z loyihalaydigan odam Ömercan Saudiyada. Ona keyindan onun to'xtaqtisini yasaydigan, loyihalaydigan Uyg'ur xotellik bir bola ismi hozir daral ism qolmadan. Ona keyin u motorniki yumshoq detalni G'ayrat akam yasaydi. Undan boshqa yana qolganlarmi o shirkatlik oddiy bir xizmatchi emas. Ash shirkatlik eng muhim xizmatni qildiganlar. Ular bo'lmasa shirkat to'xtab qoldi-da. Mening bilganlarim majlik bo'lgan bilan yana boshqa nurg'un muhim o'rinda ishlayotgan Uyg'urlar bor. Haqiqatan Yaponiya Uyg'ur zallari en köp toplaşkan meyli pen texniki olsun, al-sapa cihettin olsun, müşündaq sapalık Uygurlar en köp devletlerden birisi. Müşkatimlik yığın qatnaşqanlıq ki, hemkarlaşçalığı, başka yani ki muamele ve başka
ishlar qarasaqmi, ularniki saposiniki nihoyat yuqoriligini ko'rib yetgan bo'ldi. Bir eskartib qo'yay. Dastlabda Uyg'ur akademiyasining bu ilmiy muhokama yig'iniga qatnashish uchun tizimlangan kishi 33 ta, Amerikadan 13 ta, Yaponiyadan shu necha 3-4 oy burun 8 kishi tizimlatgan. Eng oxirigacha hech qanday o'zgarish bo'lmay 8 kishi qatnashgan bo'ldi. Boshqa yerlardan azlab eng oxiri mesela 12 bo'lgan bo'lsa 6-7 degandek bo'ldi. Ya'ni Yapondagi Uyg'urlarning xuddi Yaponlarga o'xshash bir ishga nihoyat astoydil muomala qildigan, aldirab yolg'on so'zlamaydigan, aldirab va'da bermaydigan, bir ishni niyat qilgan bo'lsa, har qanday ahvol qaramay, u ishni chuqur oxirigacha ep chiqargan shunday bir xil irodasi bor. Bu irodadan, bu xil pozitsiyadan bütün Uyg'urlarningki uyg'onish kerakligini men qattiq taklif etmoqchi. Rahmat. Nəhayət yaxşı bir uçur verdiniz. Bundan keyin masalan bu qatam nurg'un kishilar so'radi, biz Anqaraga borgan chaqda davlat organlaridan so'radi, İstanbulda yoki Turkiyada İstanbulda nechlik Uyg'ur bor dedi. Biz 10 mingdek Uyg'ur bor dedik endi. Ama bizim yig'inimizga kelganlar nihoyat az. Belkim Yaponiyada o'tkazib qolsak agar, Yaponiyada mingdek Uyg'ur bor dedik. Shularning qatilish nisbati nechlik bo'ladi sizningcha? Men shu Yaponiyadan kelgan bo'lg'achqa poet etsam bo'lmaydi. Yaponiylar odatda asosan poetmaydi-ku. Men poetni yaxshi ko'rmayman. Lekin shunda olsam o'zimning farzuvchi etgan chog'da Yaponiyada agar shunday bir faoliyat bo'lib kelib qolsa, balki nurg'un yaponlarning qatnashishi mumkin, lekin faqat qatnashgan Uyg'urlar hisob qilgandimi, eng kamdim 300 Uyg'urniki qatilishiga men to'liq ishonaman. Rahmat. Mesela belki videodan ko'rganlar bo'lganda bu qatimliq yig'inimizga qatnashgan bo'lib o'quvchilarning soni sal ozib qoldi. Aslida bundaq bir ahamiyatlik, bundaq bir yuqori sifatlik ona tilda bundaq fan texnik usullarni yetkazadigan bir faoliyat dunyoning hech qanday yerida bo'lib boqmagan, ham osonlikcha bo'lmaydi. Asli barliq Uyg'ur o'quvchilar va boshqa barliq Uyg'urlar bu faoliyatga nihoyat aktiv bilan qatnashishi kerakdi, ammo ular buni bilmay qoldi. Gerçi qatnashganlarning soni ozroq bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin faoliyatimiz nihoyat jo'shqin kayfiyatda, nihoyat yaxshi o'tdi. Ya'ni biz o'yladikki keyin bu faoliyatning ahamiyati qatnash soni bilan bo'lmaydiganligini, mayli qatnashganlar qanchalik oz bo'lsin, eng muhimi bu faoliyatni mushakil izchil davom ettirib menishning eng muhim nuqta ekanligini, mushtaq davom ettirib mansak hamon bir kuni bu qatim qizal 350 kishilik zalga odam patmaydigan mushtaq bir vaziyatniki shakllanganligini biz to'liq his qilamiz va buning ishimiz. Yana bir nuqtani eskartib o'tmoqchimanki, garchi kelganlarning soni oz bo'lgandek bo'lsa-mu, lekin biz ko'rishni orzu qilgan, umid qilgan Rishad Kamga o'xshash olimlarimizning, doktorlarimizning to'liq ko'rdik. Aslida shuning o'zi bizga yetarli. Ya'ni bularningki bir odamning kuchi 1000, hatto 10 ming odamning kuchiga to'g'ri keldi. Biz buni shunday tushunishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Ümidsizlik şeytandan deyilen gap bor. Biz bir adam qatnashsimi va yoki qatnashmasimi, olimlarimiz bizning takliflarimizga ovoz qo'shib kelsa, bu xil faoliyatlarni davomli olib boramiz. Belkim Uyg'ur akademiyasi degan bu qalpoq bek cho'ng ko'rinib ketib, bu bek yuqori sifatli bir so'rin bo'lib qolishi mumkin. Biz borsak tushunmay qolishimiz mumkin deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Bu jihatdan hargiz shu bilanmanglar, bu Uyg'ur ana tilimizda so'zlangan, doktorlar berilgan bir faoliyat. Bunun ko'pinchisi tan sog'lig'imizga oid, mayli yurak bo'lsin, mayli boshqa jihatlarda bo'lsin, odamning tan sog'lig'iga oid uchurlar ko'p berildi. Men hatto Uyg'ur akademiyasini doktor akademiyasi deb qilgan vaqtimi bor. Rishad Kamizmi shu tan sog'ligiga oid, tibovatga oid bir dorigarlik ilmida miqlotida mamkimin doktor va Amerikadan. Undan keyin Yaponiyadan kelgan ko'pinchalik şu tan sog'ligiga oid ilm sohasida, tibobat sohasida tadqiqot olib beribdi. Undagi Shuhrat Mutallib akamiz qo'l ijari sohasida muvaffaqiyat qozondilar. Bu xil faoliyatlarni bundan keyin biz umidsizlanmaymiz. Xalqimizning ko'proq qatnashib berishini umid qilamiz.
Men bir noktani eskartib o'tmoqchi. Uyg'ur akademiyasi degan ism haqiqatan intoyin cho'ng. Ba'zanlar buni to'g'ri tushunmasligi mumkin. Uyg'ur akademiyasi hozirgi sharoitda bir simvolik bir ism. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi o'zining faoliyatlari orqali ya'ni Uyg'urlarni Nobel mukofot olish yetaklash emas maqsad. Albatta Nobel mukofot olsak texmi yaxshi, texmi biz uchun cho'ng sharaf. Lekin hozirgi vaqtda Uyg'ur akademiyasi va uning qilayotgan ishlarininki ahamiyati uning simvollik ma'nosida. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi o'zining qilayotgan faoliyatlari orqali butun dunyodagi Uyg'ur ziyoli olimlarni bir yerga to'plash orqali ve başka her xil faaliyetler orqali vatandagi ve dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlarga ilhom berish, o'z ona tiliga, o'z xalqiga, o'z vataniga bo'lgan muhabbatni texmi uyg'otish, kuchlantirish. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi Nobel mukofotiga erishishni maqsad qilgan emas, Uyg'urlarning o'z ona tiliga, o'z madaniyatiga, o'z diniga ega chiqish, engini kuchlantirish ve o'zini mush yo'lda qo'ldan kelgan xizmat qilishni maqsad qilgan mujda bir jamiyat. Buni har qaysi ko'ruvmanlarniki shu ma'noda tushunishni umid qilaman. Balkim kunlarning bir kuni ashundoq haqiqiy bir akademik ma'noda xizmat qiladigan kunlar kelishi mumkin. Rahmat. Uyg'ur akademiyasininki yaqinda bir yangi bir shuarini o'tirib qo'ydik. Bu to'g'riliq, masalan, kuch quvvat bilimdandir, saodat ilmdandir dedik. Bu to'g'riliq biraz bir tushuncha bersangiz. Bu savolni yomon tiyuqsiz so'rab qoldingiz. Aslida bu nihoyat cho'nqur bir jumla. Lekin bundan o'qisak qandoq ma'no chiqadi degan chog'da hozirgi davr sharoitida bir millatda bilim, fan texnika bo'ldi ekan, kuchli bo'ladi, boshqalardan teng bo'ladi, boshqalar bilan teng bo'ladi, hatto eshib ketalaydi. Dunyodagi ahvolim yaxshi bo'ladi. Ondan saodat ilimdandir degan gap, ya'ni bir millatga, bir odamga yolg'iz bilimdan ekan kifoya qilmayganligini, uningki axloqiy fazilat, ansapa va shunga o'xshaydigan omillarning kimi intoyin muhimligini, faqat lekin bilimli bo'lib, uningda odamlik xislat, ansapa, fazilat bo'lmasa, uning saodatlik, baxtli bir millat odam bo'lolmaydiganligini tushundirish maqsadida, shuni ta'kidlash maqsadida mushtaq bir jumlani biz Uyg'ur akademiyasininki yo'l ko'rsatgan muhim bir shuar sifatida mundaqqa qo'llandik. Rishad Kamasli Amerikadan Ataydan kelgan chog'da texnikroq olsa xuddi ovozini. Bugun bizni so'zlab, shuni Rishad Kam oz so'zlab qoldi. Shuni Rishad qo'y ko'nglingiz gaplar bo'lsa, deb bersangiz, sizning har bir gapingiz hamda biz Uyg'urlar uchun nihoyat zo'r bir ilhom, biz uchun kuch-quvvat. Shuni jiqroq bizga yo'l ko'rsatsangiz, ilhom bersangiz, shu akademiyam shu sizga o'xshash olimlarimizningki yo'l ko'rsatish bilan taraqqiy qilib oxirgi maqsadga yetimiz. Shunga hozir shunday bir fursatda yili ko'proq rahmat. Endi bu Uyg'ur akademiyasi hammamiz tang quvvatlab qo'llaymiz. Sizlar bilan bugun aytibdan paranglashdik. Necha kun yag'mi nurg'un suhbatlar, paranglar bo'ldi, nurg'un fikr almashtirishdi. Xudoyim bo'lsa, texmo kundan kunga rivoj tepib yaxshi bo'lib ketish. Bugungi suhbatimiz, paranglarimiz yaxshi bo'ldi. Rahmat. Aslida yana balkim paranglasak nurg'un ko'nglimizga gaplar bo'lishi mumkin. Endi hammadan siz bilan ko'rishni orzu qildi ekan, bir tomoq yeb olsak deydi ekan, rasm tushib olsak deydi ekan. Shu vaqt munosabati bilan shunga programni tugatishdan burun men Rishad Kamninki Qurban hayiti muborak bo'lsin deyman va oilasiga, yangimiz orqasida turib, barcha ishlarini to'g'ri tushunib, bu ilm tadqiqot sohasida texmi muvaffaqiyat qozonish uchun balkim boshqa kishilar oilaga sarf qilgan vaqtini vaqtida sizni ko'p vaqt sarf qilmagan bo'lishingiz mumkin. Yangimiz sizni quvvatlab bergan bo'lishi mumkin. Albatta quvvatlab bermasa bu xil natijalar qo'lga kelmaydi. Shuning uchun yangimizga alohida
Az ismini alamadım. Emre. Alaytım. Kurban ayeti mübarek olsun. Ballarımızdaki sizdeme eş düşüşünü ümit kılımız. Ahırda hem de Uygur Akademisi'ninki bu şuarı doğrulup Abla Turan Efendime dedi. Küç kuvvet bilimdindir, saadet ilimdindir diyen gapta benim düşüncemde küç kuvvet zaten ilim texnika turmuşumuzni kolaylaştıradigan bilim degan şu mıyla bir narsa. Hem de ilim degan şu bilimni qanday yerda ishlasak o bizninki ikki dunyolik baxtimizni qo'lga keltirishga foydasi bo'ladigan bu liqini bilaydigan bir xil ilm uchun şu ilim agar şu bilimni biz foydasini ishlatmay qolsak o bizning zihnimizga sabab bo'ladigan gap. Şu bizga ilm muhim. Bir qushning ikki qanoti bo'lgan o'xshash, birisi ilm, birisi fan texnika bo'lsa, birisi ilm bo'lish kerak deymiz. Bu şu arni biz o'zimizga nima qildik? Shunga bu jihatda bizma xizmatlarimizni shu yo'nalishda olib boramiz. Hammalarga rahmat. Bundan keyin yana Reşat Amerika kesimi biz yine Skype yoki boshqa vasitlar orqali aloqalashib, shunday yaxshi programlarni sunishga tayyorlik qilamiz. Hammaga rahmat. Sizning boshqa Otqashlik olsun yine men azroq gap qilgim kelib qoldi. Necha kundan beri Reşat bilan bilib olgan, burun endi chiq uchrashamgandik, necha kundan bilib oldik, ziyoratga bordik. Hem hozir shunday bir nihoyat qimmatli bir fursatda Reşat bilan birga videoni oldi o'tirib suhbat qildik. Ben buna intay hoş oldum. Şuna mündaq akademiya haqiqatan mündaq Uyghur alim ziyarlarını uçuruşduğun bir uyga aylandi hozir. Alimlar İstanbul uçuruşuyordu. Muş akademiyanınki vasitasi bilan menmi Erkin Sıdıqqa, Reşatqa, Şöhret Murtayev pakimiz şundaq nurg'un alimlar uçuruş fursati iyi oldu. Şunu bilan deb qo'ydigan gapim, yeni dünyanın başqa joylaridagi barliq Uyghur ziyarlı alimlarniki müştaq Uyghur akademiyasiniki mündaq faaliyetlari aktif ovoz qo'shib, qo'llab bo'lsa sayohat maqsadi bilan bo'lamdi va boshqa fursatlar bo'lamdi. İstanbulga kelsanglar, yuz ko'rishsak, xalqimizlarning ovozini anglasa, chiroyini ko'rsa, bu xalqimiz uchun intayin chong kuch-quvvat, madad. Men bu haqiqatan barliq olim ziyolilarimizniki shundaq bir fursat yaratib, Uyghur xalqimiz bilan pat-pat uchrashib turishni chin ko'ngildan orzu qilaman. Bugün shundaq qimmatli vaqtni chiqarib bu suhbatimizga qatnashgan Doktor Reşat Abbas akimizga chin ko'ngildan tashakkurimni, rahmatimni bildiraman. Rahmat. Bizning to'g'ri deysiz, Uyg'urlarningki ko'p uchrashib, paranglashib, fikr almashtirishimiz nihoyat muhim. Bo'pmi yosh o'quvchilar bilan, yosh biz qarindoshlarimiz bilan nada bo'lsak, ko'rishib, pat-pat ko'rishib, pat-pat paranglashib, fikr almashtirib, mungdashib, sirlashishimiz bu nihoyat muhim. Shunlashqa bundaq sizlarning bu qatimqi 5-chi qatimda Uyghur Akademiyaning konferensi shuningga nihoyat muhim rol o'ynadi. Bundan keyin davomli shunday bo'ldi. Undan sirtmi yana uningga qarab turmay pat-pat har qanday yerda bo'lsak, pat-pat ko'rishib Uyg'urlar yoshlar bilan, o'quvchilar bilan ko'p ko'rishib turishimiz kerak. Rahmat sizlarga. Hammanglarga aytib muborak bo'lsin. Sizlarning oilanglar, boldiringlar nurg'un sizlarni qo'llab-quvvatlab anladık necha kun yog'i. Sizning shunday uzoq yerdan kelib faoliyatimizga qatnashganingizga rahmat. Bu faoliyatimda yine Türkiye'de okuyatkan doktor ve magister okuvchilar uchun bir faoliyat o'rinlashtirishni o'ylashyapmiz. İnşallah bu yil chiqishdan burun o'rinlashtirishni o'ylashyapmiz. İnternet tor betimizde uyg'urakademiya.com, akademiya.org tor betimizde bu to'g'riliq tafsil ma'lumotlarni beramiz. Mishadagi veya yaqin davlatlardagi magister doktor o'quvchilarga kelib Uyg'ur Akademiyasi yaratib bergan o'sha ilm munbiri sahnasida bir kishilik o'rinlanib o'ziniki o'qigan ilmining zakitini berishini umid qilamiz. Sizning boshqa Ya boshqa gapim yo'q. Eng oxirida barliq do'stlarning, qarindoshlarniki qurboniyatni chin qanday tabriklayman. Qurboniyatniki shod-xuramliq, barakatli o'tishini tilayman. Rahmat, hurmatli ko'rurmanlar. Vatanda, vatan sirtidagi barliq Uyg'ur qarindoshlar
bir Uyghur Akademisining tunji bo'lib o'rinlashtirgan olimlarimizni ziyorat qilgan bir programmamizning birinchi soni Mishada ayolish oldida turdi. Biz buni Erkin Sidiq akamiz yaqinda bir gap o'tirib qo'ydi. Ziyolilar, yani olimlar, yani şu meyli qaysarda o'qigan bo'lsin, ilmining zakitini bilish kerak deganlar nimani. Shunga biz bu programning ismini shundoq ilmining zakitini berganlar deb qo'ysak, inshaalloh shu birinchi sonini Mishada oyoqlashtirsak, hammalarning bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble